Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Yana bir laboga mana chiroyli bo'lgan tunikani o'rab oldik. Laboni atroflariga shumka qilib o'radik. Mana bu joylariga esa akkumulyator zashta qiladigan sondalarga qo'yganmiz. Mana hamma holatda ochiladi. Ichiga aptechek, ключ, arqon hamma narsa siqib ketaveradi. Akkumulyator zashta qiladi. Bu yonda mana bunaqa loylar, suvlar tegishini oldini oladi. Mana bu holatda yopiladi mana. Qalinliklar 1.8 temir listdan bo'ladi. Behijolat telefon qilaverasizda alohida sondiqlar sotiladi ham. Mana bu joylarga antena bog'lab qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Polni boshidan oxirigacha baquvvat holatda bo'ladi. Bu narsa yuk kelib tegsa hech qanaqasi bukilmaydi, kuzovga ham zarar yetkazmaydi. Bu holatda ham xuddi shunaqa qalin listlardan qilingan. Yo'llarigacha bekilgan, penoplekslar qo'yilgan. Taylar 1 santimetr ichkariga qaytgan holatda ochganda qo'lni kesmaydi, ilmaydi. Shunaqa xususiyatlari bor. Poliga rezinkasi bor ekan, akamiz ortiqchalarini kesib berdik. Bizda ham mana chiroyli bo'lgan to'liq tushadigan rezinkalarimiz bor, ko'rishingiz mumkin. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlar ishlab turibdi. Behijolat telefon qilaverasiz. Mana shu raqamlarga. Ikkinchi raqamimiz mana shu joyda. Kamchilik xatolar bo'lsa, albatta kommentariyaga yozinglar. Do'stlar, yaqinlarga laboga, aka-ukalarga ushbu videoni jo'natib qo'yasizlar. Kamchilik xatolar bo'lsa, albatta kommentariyaga yozinglar. Fikrlaringizni qoldiringlar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.